hech qachon hech kimga zaifligimni ko'rsatmayman. Agar bir marta zaiflik qilsang, seni shunday kuch bilan uloqtirib yuboradiki, qaytib o'rningdan tura olmaysan. Sen ham, men ham, dunyodagi odamlar ham hayot bergan zarbaga chidolmaydi. Agar hamma seni ayyor va shafqatsiz deb hisoblasa, unda boshqacha bo'la olmaysan. Afsus. Aytishadi-ku, bir yomonlikni bir yaxshiligi bo'ladi deb. Dunyo o'zgardi. Endi biz ham o'zgaramiz. Biror nima qilaman dedingmi so'zingda tur. Chunki erkak kishi so'zda turishi kerak. Imkon bor joyda halol pul top. Qo'lingdan hech nima kelmaydi deganlarga sira quloq solma. Hatto menga ham.